Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sizlerge hazırız, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islağı 2023 yıl 11. ayının 26. günü haftaga yakshanba vatandaş. Vaziyetimiz doğrusudur sözlesek. Bugün Tor betide Çinşan'ın nazarichi, obzorchi şundaq dedi. Bu qatim Kaliforniyada Reis Xi Jinping San Francisco söhbeti. Yani Prezident Joe Biden bilan San Francisco söhbeti ötkazganda Prezident Joe Biden'dan yoki Amerika bu davlatdan 28 trilyon dollar qarz berishni so'rabdi apandilar. Amerikadan shunchalik qarz berishni so'rabdi. Dastlabki buni sizlarga 900 milliard yoki 1 trilyon deganmidoq, hozir endi bu son 28 trilyon dollar. Bu normal hadise. Bunun için Reis Xi Jinping'ni ayıplash gibi o'rin yo'q vatandaş. Çünkü turmush, hayat, odamlar aro, davlatlar aro bunda qarz olish, qarz berish bo'lib turdi. Lekin vaqt qachon bo'ldi bu ish? Vaqt degan gap hozir Jungo iqtisodiy intayin zaiflashgan bir davrga to'g'ri kelyapti. Mushu pulni Amerika Qo'shma Shtatlari qarzlab beremdi, bermemdi, buni bilmaymiz. Ama Çinşanov şundaq aytdiki, bugun torbiyatda saqlab qo'ydim vatandaş 28 trilyon dollar qarz. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden'dan shunchalik qarz so'ragan gap. Hamda ahvol nima? Sizlarga qanday so'zlaymiz, qaysi tarafdan qanday anglaysiz, o'zingiz qanday his qilasiz? Hammani yig'ib kelganda, Ronyanning nazari bo'yicha aytganda, endi Jungo o'zgarmasa, siyosatda o'zgarish hosil qilmasa, yana boshqa o'zgarishlarni bejirmasa, ishga oshirmasa, masalan, tugashdi degan xulosani bu to'g'ri emas, lekin bugun to'rbetida Ronyanning nazarida shunday ko'rsatdi vatandash. Ikkinchisidan da sizlarga zarur tuzatish tunugun so'zlagan leksiyamda Uyg'uristonning yer maydoni 1.900.000 kvadrat kilometr debdi, men xato bu. Vatandash kechiringlar, Uyg'uristonning yer maydoni 1.960.000 kilometr. Bu qachon 20. asrning 1955-yili atalmış avtonom rayon qurildigan chaqda o'rta maktablar darsiga kirgizilgan san bo'yicha hisoblaganda, masalan, Jungo Kompartiyasi Qizil hokimiyati 50-yili 49-yili tiklandi. 5-6 yil ichida e'lon qilgan shu sonliq ma'lumot bilan hisoblaganda Uyg'uristonning yer zamini 1.960.000 kvadrat kilometr. Hozir meyada Hindistonlik ikki odam hozir Urumchi, Qashqar, Xotan viloyatlarida hozir kameraga elib mushundaq bir jiddiy xizmatda ishlab o'tibdi. Şu başlaytonga chiqarib qo'ygan Uyg'uristonning yer maydoni, ya'ni Xinjiangning yer maydoni degan sanspir necha ekan desangiz 1.666.000 kvadrat kilometr. Demak bu oraliqda hozir 300.000 kvadrat kilometrdan ortiq zamin yo'q. Bu zamin kimga qo'shib berildi? Qinxay o'lkasigami, Gansu o'lkasigami yoki naga? Onu kiyen bayrakta tikliğe vaqtda sürüşte qilib olasiz. Men shu sonni aldım tunugan vatandaş. Uyg'uristonning yer zamini territoriya kengligi 1.960.000 kilometr. 20. asr 1955-yili e'lon qilgan sonliq ma'lumot. Ashunda tushunishinglarni sizlardan o'tinaman vatandoshlar. Men bugun sizlarga so'zlaydigan
Likşimiz bunda. Xi Jinping tuyuqsuzda boşap ketdi. Beijing'de adam tutuşqa başladı. Mavzuli xabar 11 ayının 26 günü Vanbet orbiti ilan qilindi. Xabar mundaq başlandı. Angliya iqtisodshunaslar gazeti maqola e'lon qilib, bugun mundaq bir masalani o'tirib qo'ydi vatandosh. Jungo Kompartiyasi rahbari Xi Jinping nemishqa Amerikani do'st tutmoqchi bo'ldi? Bilishimiz kerakki, Jungoda aloqador taraflar Sharq o'rladi, G'arb cho'kdi nazariyasini bir mezgil davron qildi. Maqola mundaq hisobladi. Xi Jinping vayron bo'layotgan iqtisod, eg'irlashayotgan krizisga taqobil turish uchun paypitak bo'layotgan bir paytda Xi Jinping boy davlatlar bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashga muhtoj bo'lib qoldi. Buningda avval Amerika. Demak, bosh nima dedik? 28 trillion dollar qarz ber degan gapmi? Dal mushuning munosabatlik shuning uchun pozitsiyami? Boshqacha o'zgargan gapdan vatandosh. Demak, iqtisodning ahvoli shu. Endi 28 million bu Chinshavning, nazariy Chinshavning gapi. Mavo Angliya iqtisodshunoslar gazetining xabari vatandosh. Fransiya matbuoti nima deb ko'rsatdi? Masalan, Amerikaning qudrati tavranmaydi. Balki hech bo'lmaganda hozir hargiz tavranmaydi. Sharq o'rladi, G'arb cho'kdi degan so'zni demayli qo'yayli. Beijingning Amerika bilan boy talashmig'i, ya'ni tang o'ltirib, tang qopmoqchi bo'lganligimi? Bu faqat xiyol ichidagi xom xiyoldir. Yani xiyolning tatlı xiyollar bo'ladi-ku. Fransiyalik shuni ko'rsatdi. Xiyolning hammasi bekor emas. Xiyolning tatlı xiyolmi bo'ldi, ochiq xiyolmi o'yini qildirayli. Hozir bu ish, ya'ni tang o'ltirib, tang qopib Amerika bilan boytalashmoqchi bo'lganligining o'zimi bu xiyol ichidagi xom xiyoldir dedi. Fransiya agentliği. Devamı iqtisodshunoslar gazeti maqolasi yana mundaq ko'rsatdi. Bu yil 3 ayda Xi Jinping Beijingda bir qatimliq kechiringlar yig'inda mundaq dedi. Amerika boshchiligidagi G'arb davlatlari Jungoni umumyuzlik cheklash siyosatini qo'llanayotdi. Lekin bu qatim Xi Jinping Kaliforniya San Fransiskoda tunji bo'lib bundaq iqror qildi. Beijingda hozir Washington bilan iqtisodiy fan texnika, geopolitikalik siyosatlarda raqobatlashyapti. Shundaqla bizning o'zaro mudofaa kunligi turg'izish majburiyatimiz bor. Bu gapni amerikaliklar degan. Sana ham bizga ham yaxshi bo'lish uchun bir muhofazat kunligi ostini muhofazat kunligi osti paydo qilaylik. Sen shu yerda yasha, biz ham sen bilan shu yerda munosabat qilaylik. Buning ma'nosi to'qinish. To'qinishdan ner turaylik. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati deb vatandosh. Raqobatning ofatga mana raqobatning ofatga to'qinishga aylanib ketishidan saqlanishimiz kerak. Xi Jinping shundoq dedi. Bu zo'r darajada yo'l qo'yish edi. Demek hozir Amerika yo'l qo'yibdi degan gap emas, bu gazetda Jungo yo'l qo'yibdi. Bo'pti, bu mukabdi deyli. Ikki davlat munosabatida Jungo yo'l qo'yibdi deyli. Bu bir yo'l qo'yish edi deydi. San Fransisko suhbati boshlanishdan burun Jungo matbuotlari qo'sh tarafli g'alaba qilishni targ'ib qildi. Bu Jungoning dogmalashgan siyosati Amerika qaratgan. Hamkorlashish o'rtaq bo'lsin, foydalash o'rtaq bo'lsin, g'alaba qilish o'rtaq bo'lsin. Bu Jungocha dogma. Amerika qaratgan siyosatni takrorlaydigan dogma. Mayli shundoq bo'lsin deydi hozir Fransiya agentligi matbuotlarda qo'sh tarafli g'alaba qilishni targ'ib qilgan edi. G'arb dunyosida kuzatuvchilar bir-biriga tubdan o'xshamaydigan xulosa chiqadi. Ya'ni Sharq o'rladi, G'arb cho'kdi deyish bu yoqda tursin, hatto Amerika bilan tepshish, raqobatlashish, bo'y talashish
Bu mümkün emasdi. Rekabetlişsem bir yerde rekabetleşiyotimdan davat sen değil. Lekin bunun neticesinin sana mensup buluşu mümkün emas. Bu rekabette neticenin sana mensup buluşu bu mümkün emas. Fransiya azatlık izde Fidel Obav degeni munda ko'rsatdi. San Fransisko söhbetida ilgirlash cheklik bo'ldi. Asos jihatdan aytganda hech narsa o'zgarmadi. Çünkü Amerika o'rtasida hech narsa o'zgarmadi. Amerikaning Jungo bilan bo'lgan raqobati umumyuzlikdir. Mustabid imperializm bilan demokratik kapitalizmning hayat mamatlik ko'rishining bir qismidir. Mana bu xulosa. Amerika Jungo o'rtasidagi munosabat deganda hozir ikki davlatning tuzum xarakterlik musobaqasi, tuzum xarakterlik raqobati, tuzum xarakterlik elishish, qisqartganda mustabidizm bilan demokratiyaning elishishi. Hozir bu qator suhbatlar, bu ziddiyatlar, bu raqobatlar dal shu mustabid imperializm bilan demokratik kapitalizm o'rtasidagi hayot mamatlik elishishning bir qismidir. O'ylab ko'ring vatandoshim. İmperializm degan so'zning ma'nosi nima vatandoshim? Mustamlikchi degan gap. Sen ikkinchi birovning zaminini besib olsang, egallab olsang, u yer xalqini ezish, ekspluatatsiya qilishdan boshqa shaklan ijtimoiy yoki siyosiy tuzum shaklida ularni qulga aylantirsang, sen imperialist. Bugungi Jungoning imperializm bo'lishida ikki rayon asoslig'i Tibet, Uyg'uriston. Mustamlika. Jungo'ga mustamlika. Turgan so'zlarga Stalin mustamlika qilib bergan edi dedi vatandosh. Mustamlika. Shunga Jungo'ning azabiyada mustabid imperializm bilan demokratik kapitalizm, Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi o'rtasidagi hayot mamatlik elishish vatandosh. Xi Jinping Amerikaning o'rniga o'tib, dunyoga zo'migarlik qilishi xiyolidan voz kechgani yo'q. Xi Jinping ham g'arb dunyosidan keyingi dunyoning yangi tartibini turg'izish va o'rnatishdan iborat qor niyatlardan voz kechgani yo'q. Demak, Rais Xi Jinpingning plani shu. G'arb dunyosi bilan elishish, Amerikaning o'rniga o'tish. Yoki elishish jarayonida Amerikani zaiflashtirish. Bosh nima dedi? Bu xiyol. Ana sen Amerikani bu sapdan chiqara olayman deb o'ylamading. Bu yil 9-oyning 13-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken nima dedi? Jungoning asosiy haqiqiy maqsadi nima? Bir jumla so'z. Amerikaning o'rniga o'tish. Amerikaning o'rniga o'tganda masalan Ulug' okeandan Amerikani chiqarib o'tish. Masalan O'rta Sharqda Amerikani chiqarib o'tish. Qisqasi dunyoda har qanday strategik o'rin, strategik munosabat davlatlararo bordi keldi munosabat zanjiri va yoki mushundaq to'rdan Amerikani chiqarib o'tib, buning o'rniga Jungo hukmronlik qilish. Vah vah vah. Dünya mana ondaq dunyo ekan, Jungolikning nazar mana nim deydi hozirmada? Fransiya agentliği biri dunyoga Amerikaning o'rniga o'tib, dunyoga hukmronlik qilish niyatidan voz kechgani yo'q. Qor niyatidan voz kechgani yo'q. Anandakin dunyoga zo'migarlik qilish, Amerikaning o'rniga o'tib, dunyoga zo'migarlik qilishdan voz kechgani yo'q deydi. Mesela bu sözün ma'nosi bu qatam San Fransisko suhbatida Amerika Jungo ikki davlat do'stlashdi deb qaraydiganlar bo'lsa, sizlarga men shuni deb qo'yaki, demakchi hozir Fransiya matbuoti bunday gap yo'q. Amerika Jungo o'rtasidagi diplomatik elishishlarda San Fransisko suhbatidan keyin hech narsa o'zgargan yo'q deb keldi biz. Masalan Ivan Madras nima dedi? Yoki bir hafta yoki 2 hafta dedi o. Ertesi tugudi, 3 kun o'tmayli tugudi o. Bu munosabat 3 kun o'tmayli tugudi o. Mesela Ivan Madras'ın sözgü seliştirip, ertesi 3 gündeki bir sizlerle birlikte sözüldük o. Munosabat muşu dedik o.
Endi Fransiya agentligining oxiri chiqqan xulosasi bu siyosat, masalan, navbatdagi Amerikaning siyosati iqtisodiy jihatni cheklash, zamonaviy fan texnika jihatni cheklash, harbiy ishlar, hatto harbiy ishlar texnik jihatni cheklash bu Amerika Qo'shma Shtatlarining da va junga qaratgan siyosati. Bu siyaset o'zgarmaydi dedi. Chunki bu siyaset Amerikada Demokratlar partiyasi uchunmi o'xshash, Cumhuriyetçiler partiyasi uchunmi o'xshash. Demek Amerikada ikki partiyaning umumiy ko'z qarashi, o'rtaq ko'z qarashi o'xshash. Jungo to'g'risida o'xshash. Şuna o söhbət, bu fikirlər oturdu endi biri. Bu qo'ydim Kaliforniya, San Francisco söhbəti bek ciddileşip ketdik. Sen üzerini tutup al, bizim üzümüzü tutup alaylı. Amerika'nın siyasi sen üzerini tutup al, bizim üzümüzü tutup alıp işgalaylı tokunuştun, ner turaylı. Şuna her bir münasebetini yaxşılaylı dedi, asası her bir münasebetini yaxşıldı o vatanda. Ya ki her bir münasebet diyende her bir bağda geldi, eneklik, uçukluk, bilip duruş. Her iki tarafın hareket, müddealarını bilip duruş, sizip duruş diyen meyanda bolsa, bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlar harbiy munosabatlar ara jungo bilan shu narsani asliga keltirdi.